Maktabda tadbirlarda o'yinga tushgan momentimiz bor. Именно xotiramdan, hayotimni ash qismini qanday o'chirsam bo'ladi? Kim deleted account qilishni biladi? Obtoda zalga kirib olar. Yo'q, zalni kechardi, kirishmaysan. Obtoda shunaqa cringe, hali zarabejniy moda bo'lgan payt kallalarni mana ustozlar ham aytib bermagan ekan. Bolalar o'zingni bos demagan ekan. Zil chiqyapti chiqish. Lezginka trend bo'lgan mahal biz pik davrimiz bo'lgan ash payt. Har tadbir 7 ta sinib chiqib olib, lezginka tushib yomg'ir chaqirar deydi. Biz 5 kishi chiqib turib o'yinga tushayotsak, mendan ko'rganim u bejalasiga 5 yil qo'shiq eshitilmayaptimi deyapti. Biz o'yinga tushimizni ko'rgan lezginlar qo'shiq chiqarmay qo'ygan o'zi. Tushunyapsiz? Qo'shiqni ham 7 minutlikdan tanlash. Shibili bappa deganidan tanlardik. O'rtada DJ ga SMS ham kelib qoladi. deb. U qizlarni ham bilasizlarmi, haligi tug'ilganda menimcha shu qo'shiq o'yinga tushdi, bilib tug'ilsa kerak deyman. Har tadbirda chiqadigan qo'shiqlar. Do'ppi tikdim, ipaklari tillodan do'ppilar. Har xil do'ppida chiqish bor. Bittasi dadasini do'ppisida, bittasi vashta telpa bilan kelib olgan.